Sizga maslahatingiz kerak. UZI qildirganimda menda 1-darajali varikotsel aniqlandi. Nima qilsam bo'ladi? Shikoyatlaringiz bormi? Yo'q, Spermogramma analizini topshirganmisiz? topshirganman. Javobi bilasizmi? Nima deb yozilgan? Spermada o'zgarish yo'q. Spermada o'zgarish yo'q. Shikoyatlar, og'riq, moyakda sizda bo'ladimi, bo'lmaydimi? Og'riqdan Og'riqlar yo'q. Hech qanaqa shikoyatlaringiz yo'q. yo'q. Varikotseli bu o'zi tuxumda venalarda kattalanish hisoblanadi. Varikotselida 3 darajasi bor. 2 va 3-darajasi. 1-2 darajasida ko'pchilikda bemorlarda shikoyatlar bo'lmaydi. Asosan shikoyatlar 3-darajasida bo'ladi. 3-darajasida venalar kattalashib, ko'zga yaqqol ko'rinishi mumkin. Bu darajada agar bemorlarda shikoyatlari bo'lsa, spermogramma topshirganda o'zgarishlar bo'lsa, urug' sifati kamaygan, pasaygan bo'lsa, yo bo'lmasa bepushtlik kasalda aniqlansa, anamnezida yoki bundan tashqari moyakda o'zi qilgan bo'lsa, razmeri kichiklashgan bo'lsa, o'shanda operatsiyaga ko'rsatmalar beriladi. Yoki har doim uzoq muddat og'riq bo'ladigan bo'lsa, bu ham ko'rsatkich bo'ladi. Agar kasalda 1-daraja o'zida ko'rsatilgan bo'lsa, spermogrammada hech qanday o'zgarishlar bo'lmasa, bu operatsiyaga muhtojlik yo'q deb hisoblayman.